Mana shu yerda buzyapmiz. Salat orqasida kesakonni qurgan joyi. Ustini tozalab oldim. Konteynerga qo'yman. Keyin boylikda tog'ib sekin kovlab boshlaymiz ana. Traktorchani turishini. Kecha traktorda bu ishga tayyorlayotgandim. Ko'rgan bo'lsalaring beton o'yishim kerak. Bu ishga tayyorlashdan oldin hamma joyini smaska qilishim kerakda, mana shunday joy bor. Keyin smaska qilayotgan joyimda mana shu yerda treshinani ko'rib qoldim. Mana shu treshinani svorka qilamiz. Nechun men mana shu uстановкаga yetishim kerak bo'lmasdi. Old tarafni. Mana uстановкani ham yechib oldim. Mana shu yerda turibdi. Treshina ikki tarafidan bor ekan, ustida, pastida, bu tarafida полностью. Keyin yana bu yerda palsi bo'ladi, palsi. Hozir ko'rsataman, uni ham yorilib ketgan ekan. Mana shunday o'si bor, palsi. Yorilib ketgan. Hozir men buni bolt bilan qissamandagin takarni stanovka qo'yib, svarka uchun vyimka ochaman, kanal ochaman. Shunday ariqcha ochiladi. Keyin svarka bilan to'ldirib, qaytadan jo'nib tekislab qo'yamiz. Временно ishlatishga bu. Hozir zakaz qiladi. Zakaz Amerikadan kelgandan keyin podstavkasi uzoq ekanda, mana kutish kerak ekan. 2 oy kutasizlar zakaz qilgandan keyin. Da, сейчас иду. Mana shuni sorkasini qilamiz. Mana treshinani ham ochib oldim bir tarafdan. Ikkinchi taraf mana qo'lim yarimgacha kirib ketadi. Başta 1 cm chuqurlikda bo'ldi mana shu. Mana endi svarka bilan to'ldiramiz buni. Svarkani ham tugatdim. Bu yerdan bitta tushdi. 2 sloy. Bu yerdan aylantirib svarka qo'ydim. Endi pars qolyapti. Mana shuni qilsam bo'ldi. Mana takarni stanovkda ham jo'nib oldim. Mana shu usti svarkani joyiga bunday bo'shatsa mana shunday bo'ladi. Orasida 4 mm joy qoldi. Svarka bilan eritib qo'yib bersa bo'ladi. Stikovat bo'lish uchun-da bir-biriga yaxshi plotni zatskoy bu. Oldin singan joyidan to'g'ri tushish uchun mana shunday qilishga to'g'ri kelyapti. Hozir rezor bilan qisiladi bu. O'zini joyiga keltirib treshina borligi ham bilinmaydi. Mana shuni aylantirib, endi svorka qilib jo'nib tekislaveramiz. Ishlaydi yana. Mana svorkani ham tugatib oldim. Hozir stanovkda to'g'irlab qo'yaman-da, jo'nishni boshlayman. Ko'ramiz qanday chiqadi. Mana nihoyat tugatdik takarkani ham. Mana shunday rezultat. Ana shu yerda ketakina pori qoldi, hech narsa qilmaydi. Baribir qolib ketadi. Ideal. Mana traktorda ham oxiri sozlab bo'ldim. Mana avitdan keyin yig'ib ishga tushib ketdim o'zi. Hozirroq buzib patani yoqib ko'rdik. Dalchi ishlaymiz, mana shuni hammasini buzib chiqamiz endi.